Bu darsimizda rasmlar bilan ishlashni alohida ko'rib chiqamiz. Word dasturiga kiramiz. Выставkaga o'tamiz. Rysunkini tanlab, rasmimizni tanlab olamiz. Qaranglar. Rasm tanlaganimizda bizga alohida format degan oyna ochilyapti. Bu tomonda hozir nima qilishlarini o'rganib chiqamiz. Mana bu rasmni belgilab qo'yganimizda udalить funksiya orqa fonni bizga o'chirib beradi. Endi bunda o'chmaydi. Bu narsa o'chmaydi. Sababi bu orqasida turli xil ranglari bor. Agarda mana bunaqa rasmlar bo'ladi, orqasi bir xil rangli rasmlar bo'ladi. Misol qizil bo'ladi, qora bo'ladi yoki oppoq bo'ladi, yozuv esa boshqa rang bo'ladi. O'shalarni belgilab udalить funksiyani o'chirib beradi. Endi korreksiya. Bu mana shunaqa rasmlarga shunaqa effekt berib, shunaqa yorug'lik yoki anaqaligini o'lchab beradi. Rangi rasmlarga turli xil ranglarni beradi. Mana другой variant bor. Yoki prasni bog'lanib narsalar bersa bo'ladi. Mana yerda effektlar bor. Turli xil effekt. Mana bunday qilib effekt berib chiqasizlar o'zlaring rasmga. Bu kerak emas bizga. Mana bu almashtirish, rasmni boshqa rasmga almashtirish. Is fayl qilsalar fayl orqali almashtirib beradi mana. Bu esa rasmga turli xil ramkalar. Mana bunday qilsalar ham bo'ladi. Yana bitta rasm tanlab olaylik. Yana bitta rasm olamiz deb ko'ramiz. Keyin har xil mana qilib effektivni qilsalar ham bo'ladi. Mana shunaqa rasmlarni turli xil ko'rinishga keltirsalar ham bo'ladi. Endi yana bitta rasm tanlab o'zini originalini qo'yib olamiz. Oddiy rasmni. Endi buni belgilasak, chekka zini ko'rasizlarmi? Qanaqa bo'lyapti? Chekka zilariga rangli bo'lyapti. Qizil qilik, bilasizlar. Qizil qilib yaqinlashtiramiz va chekka ranglari o'zgaradi. Effekt bu esa 3D ga o'tkazish. Mana ko'rasizlar qanday bo'lyapti rasmlar. Teng. Pastga qisman soya. Bu pastga ko'proq soya beradi. Mana shu yerdan bitta выставkaga pustoy stransiya qilib mana uni alohidaga olaylik-da. Men sal uzoqlashtirib, formatga kirib, mana shuni ko'ramiz. Mana uni ko'ramiz. Pastga ko'rishdan ko'proq soya beryapti. Endi pasvetga bu yoniga rang beradi mana. Oldi tomoniga ko'proq rang beradi. Buni ko'ryapsizlar qanaqa qilishyapti rasmda. Mana bu ham ko'ryapsizlar nima vazifani bajarishini. Maket risunka. Rasmimizni turli xil maketlarga qo'ysak bo'ladi, ko'rasizlarmi? Har xil maketlar bor, o'shalar maketlarga moslab biron bir vazifani bajarsak bo'ladi. Biz ham kitobdagi ma'lumotni qildik-ku, xuddi o'shanga o'xshab mana shunaqa narsalar qilsak ham bo'ladi biz ham. Polojeni rasmda holati, rasmni mana shunaqa chekkaga o'rtaga olib moslab olsak bo'ladi tekst bilan birga. Bu esa tekstga moslash polojenasi. Biron bir vazifani bajarish uchun tanlasalaring, ya'ni belgilagan paytlaring tekstlar tepaga yoki ustiga chiqib qolmaydi, o'shunday qilib moslab ketaverasizlar. Bo'lib tanlash qanday narsa yo'q ortiqcha. Mana bu esa kesib olish. Rasmni misol mana shu joyi kerak bo'lsa, mana shundan belgilab, mana shunday kesib olasizlar.